muzikani men o'rnatib olganimdan keyin bana muzikani o'chirib bering deyapman. Xizmatni o'chirmoqchimisiz umuman? Ha, o'chiring deyapman. Hop. Mendan olib ketgan pulni ham qaytarib bering deyapman. Nimaga endi? Qaytarib beradi. Kim qaytarib beradi? Bana musiqaga pulni oldi-ku. Yo'q, uni qaytarib bo'ladi. O bo'lgan-ku musiqani. Endi uni pulni qaytarmaymiz biz. Yo'q, men sizga qaytarib beryapman-ku musiqangizni. Bunda qaytarib bermang. Ha. Kerak emas musiqangiz. Yo'q, bitib sotib endi olmaslik nimasi bu? Nima ishlating, sotib oldingizmi? Magazinga borib kiyim olsangiz, shu pulni berganingizdan keyin qaytarib olib kelsangiz, sizdan olishmaydi-ku. Xuddi shunaqa narsa bizga ham xizmat kerak. Bo'ldi, siz sotib olgansiz. Yo'q, qarang. Men bo'lsa, hech bo'lmasa bir 20 sentini qaytarib beringizlar. Yo'q, biz qaytarmaymiz pulni. Bo'li xizmatni sotib bo'lgansiz. Agar o'chirmoqchi bo'lsa, o'chiring, lekin pul qaytarilmaydi. Mana shu o'chirish kodini yuboraman, musiqa ham qo'yib ketadi. Savolingiz bormi yana? Yana banag'i 48 sent debdi. Hop. Ana shu 48 sent olmay 78 sent olib ketib qoldi-da, Xudoga tavba qildim. Qancha pulingiz bor edi? 80 sent bordi, 2 sentim qoldi-da. Qancha pulingiz bor edi? 80 sent. 80 sent bor edi. Yoqtirish 20 sent, abonentskiy 3 sent bo'lsa, 80 sentingizdan 23 sent ayirib tashlaysiz. Yo'q, bu bachchani, banag'i shu gapni banag'i bachcham aytdi menga. Bitta bachcha bor ekan oldingizda. Hop. Shu bachcham aytdi. Hop. Shuni o'chirgandan keyin pulim qaytdi. Tariflajangiz gazdan yechilgan. 48 sent musiqaga, 20 sent yoqtirish, 3 sent abonentga. Xohlasangiz ishlating, agar xohlamasangiz o'chirib qo'ying. Sizga kodini yubordim. Bundan ortiq savolingiz yo'qmi? Yo'q, men hozir moldaman. Shu bepul savshinam ham yo'q. Shunga hech bo'lmasa bir 20 sent bering. Yo'q, endi biz sizga o'zimiz pul tushirib bera olmaymiz shu sizga. Kompaniyada unaqa yo'q. Qaysi biri? Nasiyaga shuni kesib olasiz telefondan. Nasiyaga? Ha, bir kun tushirgan paytim kesib olasiz shu 20 sent. Qachon tushirasiz? Meni moldan qaytib boraman hali tovdan uyga. Qachon borasiz uyga? Uzoqni 3 kunlarda boraman men uyga. Qachon keldingiz o'zi o'tga? Molg'ami? Ha, molg'a. Ha, shu qachon? Bir 2 soatcha bo'ldi. Endi keldingizmi? Ha. Undan oldin qayerdan pul tushirgandingiz? Anavdan qishlog'imizdan tushirib oldim. Qishlog'ingizdanmi? Qishlog'ingiz qayerda? Anavda. Banaga Kiyikning balanti do'stlik deydi, Oqqo'tan mahallasi. Ana shundan shu yerdan paynetimiz bor o'zi. Kimning nomida nomeringiz? Nomerim birovning nomida yo'q. Bilmasangiz men sizga pul tushirib bera olmayman-ku. Yo'q, men shu nomerdan o'zingiz pulingizni qaytarib olasiz, opa. Yo'q, men qaytarib ola olmayman. Xizmatdan foydalanib bo'lgansiz. Endi uni qaytarib ola olmayman. Nomer hech kim nomida bo'lmasa biz sizga pul tushirib bera olmaymiz-ku. Iltimos opajon, iltimos. Hop, mayli, kompaniyadan sizga 10 sent beramiz. Xohlaysizmi? 10 sent. Quduq tashlashga yetadi. 10 sentga nima? Yo'q, xohlamasangiz umuman bermaymiz. Mayli, opajon, iltimos. Bo'ldi, 10 sent beraylikmi? Ha, 10 sentga beringizlar, iltimos, moldaman. Bo'ldi, 10 daqiqadan keyin atiga 10 sent tushirib beramiz. Boshqa savolingiz yo'qmi? 10 minut deydimi shu 10 daqiqa? 10 minut degani. Xo'p, mayli, rahmat opajon. Tushirib beraylikmi? Ha, rahmat. Bo'ldi, 10 minutdan keyin shu tekshiring. Savolingiz yana bormi? Yo'q, rahmat.